kunlari shu podogref yoqib qo'yasiz. Kech payti o'zi yoqib, mashinani o'chirib chiqib ketsangiz, uydan turib bitta zavodni bosasiz, avtozavodda mana soat qilinganda sekin yoqib qo'yilgan. Mana bu ikkita bakovoyda ham bor. Mana podogref, lobavoy, oldi lobavoy, orqasi mana sразу dirs eritib tashladi mana. 5 minutga qolmasdan уже eritib yubordi. Bu Chang'anning o'sha mashhur modeli KS55 avtomobili bo'ladi. Ma'lumot uchun 3 ta komplektatsiya bor. Kelsanglar yana podrobno ko'rsatib beramiz. Qolgan yo'llarda yo'qmi deganlar bo'lishi mumkin, savol beradiganlar. U уже ichkaridan pechkan yoqilganda полностью hammasi erib tushib ketadi уже. Necha gradus bo'lyapti hozir? Kommentariyada yozib qoldiringlar gradusni. Sizlar bilan Chang'an rohat avtosaloni har kuni ishlamiz. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Xudo xolasa shoshilinglar. Bu yoqqa ozgina kunlar qolyapti. Ertaga usloviyalar qanaqa o'zgarish bo'ladi bilmaymiz. Kelib hozirgi bor usloviyalarda yengilga yangi toychoqlar bilan kutib olish hammanglarga nasib qilsin. Kuninglar xayrli, barakali o'tsin. Sizlar bilan Chang'an rohat avtosaloni. Manzilimiz Yangiobod mostining oldida, radarni shundoqqina o'ng qo'lida avtosalon joylashgan.